Beshinchi mavzu jinoyatning subyektiv tomoni. Jinoyatning subyektiv tomoni jinoyat qonunida jinoyat deb belgilangan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsning o'z qilmishiga bo'lgan ruhiy munosabati hisoblanadi. Oldingi mavzuda jinoyatning obyektiv tomoni jinoyat sodir etishning tashqi tomon belgisi deb ta'kidlagan bo'lsak, jinoyatning subyektiv tomoni jinoyat sodir etishning ichki tomon belgisi ekanligini qayd etish lozim. Shu o'rinda jinoyat subyektiv tomonining belgilari ayb, motiv va maqsad ekanligini keltirish muhim. Jinoyat subyektiv tomonining belgilari ichida ayb zaruriy belgi bo'lsa, motiv va maqsad fakultativ belgi sanaladi. Subyektiv tomonning zaruriy belgisi ayb, qasd va ehtiyotsizlik shakliga bo'linsa, subyektiv tomonning fakultativ belgisi motiv va maqsaddan iborat. Jinoyat tarkibida subyektiv tomonning bo'lmasligi jinoyat javobgarligiga istisno qiladi. Jinoyatning subyektiv tomonini to'g'ri aniqlash jinoyatchi shaxsning ijtimoiy xavfliligi darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda subyektiv tomonning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, subyektiv tomon har qanday jinoyat tarkibining zaruriy belgisi. Uning yo'qligi qilmishning jinoyatligini istisno qiladi. Ikkinchidan, tegishli jinoyat tarkibining subyektiv tomoni va uning barcha belgilarining to'g'ri o'rganilganligi jinoyatni to'g'ri va asosli kvalifikatsiya qilishning zaruriy sharti sanaladi. Uchinchidan, subyektiv tomonning to'g'ri belgilanganligi aybdor shaxsga nisbatan jinoyat javobgarlik, jazo muddati va miqdorini to'g'ri belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. To'rtinchidan, subyektiv tomonning to'g'ri belgilanishi qonuniylikni ta'minlash, mustahkamlash hamda davlat jinoyat huquqiy siyosatini yuritishning zaruriy sharti sanaladi. Jinoyat subyektiv tomonining zaruriy belgisi bo'lgan ayb jinoyat qonuni bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsning o'zi sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishiga va uning oqibatlari bo'lgan ichki ruhiy munosabat sanaladi. Aybning ruhiy munosabat sifatidagi holatlari uning tafakkuriy va irodaviylik belgisidan iborat bo'lib, ular o'zaro birgalikda aybni shakllantiradi. Aybning tafakkuriy holati shaxs o'zi sodir etayotgan ijtimoiy xavfli qilmishning xavflilik xususiyati anglab yetayotganligini ifodalasa, uning irodaviylik holati shaxsning o'z harakatlarini boshqara olish imkoniyatini anglatadi. Shuningdek, aybsiz holda zarar yetkazish tushunchasi ham mavjudki, bu jinoyat subyektiv tomonida qilmishni aybning qasd yoki ehtiyotsizlik shaklida tashqari sodir etilganligini ifodalaydi. Aybsiz holda zarar yetkazishda aybning tafakkuriy va irodaviy holatining mavjud bo'lmaganligi sababli jinoiy javobgarlik kelib chiqmaydi. Ayb shakllari Jinoyat kodeksi 20-moddasiga ko'ra qasd va ehtiyotsizlik ko'rinishida bo'ladi. Qasddan jinoyat sodir etish tushunchasiga ta'rif berishda jinoyat moddiy yoki formal tarkibli jinoyat ekanligini e'tiborga olish lozim. Jinoyat huquq nazariyasida qasdning to'g'ri qasd va egri qasd turlari farqlanadi. Moddiy tarkibli jinoyatlarda agar shaxs o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan, uning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko'zi yetgan va ularning yuz berishini istagan bo'lsa, bunday jinoyat to'g'ri qasddan sodir etilgan deb topiladi. Ularning yuz berishiga ongli ravishda yo'l qo'ygan bo'lsa, bunday jinoyat egri qasddan sodir etilgan deb topiladi. Formal tarkibli jinoyatlarda esa shaxs o'z qilmishining
ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan va shunday qilmishni sodir etishni istagan bo'lsa, jinoyat to'g'ri qasddan sodir etilgan deb topiladi. Buning boisi formal tarkibli jinoyatlarda ijtimoiy xavfli oqibat yuz berishi talab etilmaydi. Formal tarkibli jinoyatlarda alohida qayd etish lozim, egri qasd mavjud bo'lmaydi. Aybning qasd shaklini to'g'ri va egri qasd shakliga ajratish aynan qasdning irodaviy holatiga, irodaviy belgisiga bog'liq. Shu o'rinda jinoyat huquqida qasdning boshqa shakllari to'g'risida ham so'z yuritilganligini eslab o'tish lozim. Xususan, qasdning kelib chiqish vaqtiga ko'ra oldindan o'ylangan hamda to'satdan yuz bergan qasd, jinoyat sodir etgan shaxs harakatlarining xususiyatiga qarab aniq qasd yoki muqobil qasd sifatidagi turlarini e'tirof etish lozim. Muqobil qasdda shaxs sodir etgan qilmishi natijasida amalda kelib chiqqan oqibatga qarab uning harakatlari kvalifikatsiya qilinadi. Qasd shakllari sodir qilingan ijtimoiy xavfli qilmishlarni tasniflashda, kvalifikatsiya qilishda, jinoyat tarkibini to'g'ri tahlil qilishda va jazo turlarini individuallashtirishda muhim ahamiyat kasb etar ekan, yuqorida aytib o'tilgan qasdning oldindan o'ylangan qasd va to'satdan yuz bergan qasd shakllari, uning aniq qasd yoki muqobil qasd shakllari ham qilmishni kvalifikatsiya qilishda inobatga olinadi. Shuningdek, jinoyat subyektiv tomoni haqida so'z yuritishda ehtiyotsizlik, aybning ehtiyotsizlik shakli xususida to'xtalib o'tish joiz. Ehtiyotsizlik orqasidan jinoyat sodir etish deb ijtimoiy xavfli qilmishni o'z-o'ziga ishonish yoki beparvolik orqasida sodir etishga aytiladi. Ehtiyotsizlikning ikki shakli mavjud: o'z-o'ziga ishonish hamda beparvolik. Agar jinoyatni sodir etgan shaxs o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarish mumkinligiga ko'zi yeta turib, ehtiyotkorlik chora-tadbirlariga ongli ravishda rioya etmagan holda bunday oqibatlar kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qilgan bo'lsa, bunday jinoyat o'z-o'ziga ishonish oqibatida sodir etilgan deb topiladi. Shuningdek, o'z-o'ziga ishonishning egri qasddan farqi mavjud. O'z-o'ziga ishonishning egri qasddan asosiy farqi aybning irodaviy holatiga ko'ra aniqlanadi. Ya'ni, egri qasdda shaxs jinoiy oqibat kelib chiqishiga bo'lgan munosabati, ya'ni ongli ravishda jinoiy oqibat kelib chiqishiga yo'l qo'yib bergan bo'lsa, o'z-o'ziga ishonishda, ya'ni ehtiyotsizlikda shaxs jinoiy oqibatning kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qiladi. Jinoyat ehtiyotsizlik orqasida sodir etilganda beparvolikdan sodir etilishi ham mumkin. Jinoyat beparvolik orqasidan sodir etilgan deb, agarda shaxs o'zini xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko'zi yetmasa-da, lekin ish holatlariga ko'zi yetishi lozim va mumkin bo'lsa, bunday jinoyat beparvolik orqasidan sodir etilgan jinoyat deb topiladi. Beparvolikning aybsiz holda zarar yetkazishdan quyidagi farqi mavjud. Ya'ni, beparvolik va aybsiz holda zarar yetkazish o'rtasidagi farq aybning tafakkuriy va irodaviy holatiga bog'liq bo'ladi. Tafakkuriy holat beparvolikda shaxs o'z qilmishini ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarish mumkinligini o'sha vaziyatga ko'ra bilishi yoki anglashi lozimligini ifodalasa, irodaviy holat oqibatni oldini olishga harakat qilmaganlikda ifodalanadi. Aybsiz holda zarar yetkazishda esa shaxs o'z xulq-atvorini ijtimoiy xavfliligini anglamaganligi va anglashi lozim ham bo'lmaganligi, bu tafakkuriy holatni, oqibatni oldini olish imkoniyatining haqiqatda mavjud emasligi esa irodaviy holatni tashkil etadi. Bu qoida moddiy tarkibli jinoyatlar uchun amal qiladi. Demak, aybsiz holda zarar yetkazganda shaxs harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud bo'lmaydi.
Odatda aybning ehtiyotsizlik shakli formal tarkibli jinoyatlarda ham mavjud bo'lmaydi. Aybsiz holda zarar yetkazganda shaxs harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud emas deyishga sabab shuki, shaxs jinoyat sodir etgan deb topish uchun u sodir etgan qilmishda jinoyat tarkibiy elementlarining barcha belgisi mavjudligi talab etiladi. Aybsiz holda zarar yetkazganda esa shaxs jinoyat tarkibi subyektiv tomonini sodir etmasdan ijtimoiy xavfli oqibat yuz berishiga sabab bo'lgan hisoblanadi. Shu sababdan ham aybsiz holda zarar yetkazganda shaxs harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud emas deb topiladi. Ayb shakllari xususida so'z yuritilganda yuqorida aytib o'tganimiz to'g'ri qasd va egri qasd shaklidagi qasd shakllari hamda ehtiyotsizlikni o'z-o'ziga ishonish va beparvolik shakli hamda aybsiz holda zarar yetkazish uning tafakkuriy va irodaviy belgilariga ko'ra quyidagi jadvalda ko'rsatilganga mos ravishda farq qiladiki, unda to'g'ri qasdda tafakkuriy holat qilmishning ijtimoiy xavfli xususiyatini shaxs anglagan va ijtimoiy xavfli oqibatlarga ko'zi yetgan bo'lsa, uning irodaviy holati shunday oqibatlarning kelib chiqishini istab harakat qilganligida ifodalanadi. Ayb shaklining egri qasd shaklida esa uning tafakkuriy holati shaxs qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglaydi, ijtimoiy xavfli oqibatlarga ko'z yetadi, biroq uning irodaviy holatiga ko'ra jinoiy oqibat kelib chiqishiga ongli ravishda yo'l qo'yib beradi. Xuddi shu qoidalarni ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etishning o'z-o'ziga ishonish va beparvolik shakliga nisbatan tatbiq qilganda esa o'z-o'ziga ishonish natijasida jinoyat sodir etishning tafakkuriy holati shaxsning o'z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligini oldindan ko'ra bilganligini hamda uning irodaviy holati sifatida ehtiyotkorlik chora-tadbirlariga ongli ravishda rioya qilmagan holda ijtimoiy xavfli oqibatlar kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qilganlikda ifodalanadi. Beparvolik tafakkuriy holatiga ko'ra shaxs o'zining xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarish mumkinligiga ko'z yetmasa-da, lekin ko'zi yetishi lozim va mumkin bo'ladi. Albatta bu ish holatlarida kelib chiqib belgilanadi. Beparvolik orqasida jinoyat sodir etishning irodaviy holati sifatida shaxs oqibatni oldini olishga harakat qilmaydi. Yuqoridagilardan farqli ravishda aybsiz holda zarar yetkazganda esa uning tafakkuriy holati, ya'ni shaxsning tafakkuriy holati o'zining xulq-atvori ijtimoiy xavfliligini anglamasligi, anglashi lozim ham bo'lmasligini ifodalanadi. Aybsiz holda zarar yetkazishning irodaviy holatida esa shaxs jinoiy oqibatni oldini olish imkoniyatida shaxsda jinoiy oqibatni oldini olish imkoniyatining haqiqatda mavjud emasligi e'tirof etiladi, inobatga olinadi. Jinoyat subyektiv tomoni xususida so'z yuritilganda ayrim hollarda qasddan jinoyat sodir etilishi natijasida boshqa bir oqibatlar kelib chiqishi bilan bog'liq holatlarni ham qayd etish lozim. Lekin qasddan jinoyat sodir etilishi natijasida boshqa bir oqibatlar kelib chiqishi shaxsning qasdi bilan qamrab olinmaydi, balki bu shaxsning ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqadigan oqibat sanaladi. Bunday holatda agar qonun sodir etilgan qilmishni qattiqroq javobgarlik bilan bog'lagan bo'lsa, sodir qilingan qilmish qasddan sodir etilgan jinoyat deb topiladi. Bu jinoyat huquqi nazariyasida murakkab aybli jinoyat sifatida e'tirof etiladi. Bu turdagi jinoyatlar murakkab aybli jinoyatlar deb nomlanib, Jinoyat kodeksi maxsus qism bitta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Masalan, jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish Jinoyat kodeksi 4-moddasi 3-qism D banda nazarda tutilgan. Bunda shaxs jabrlanuvchiga og'ir tan jarohati yetkazishga qasd qiladi, biroq uning o'limiga nisbatan uning subyektiv munosabati, ya'ni ichki ruhiy munosabati ehtiyotsizlik shaklida mavjud bo'ladi.
jinoyat subyektiv tomonining fakultativ belgilari sifatida jinoyat motivi va maqsadini keltirib o'tdik. Jinoyat motivi sifatida inson faolligi manbasi, ichki yo'naltiruvchi hissiyot tushuniladi. Motiv jinoyat subyektini o'z maqsadlari sari yo'naltiruvchi kuch hisoblanadi. U ma'lum inson ehtiyojlari va qiziqishlaridan yuzaga keladi va shaxsni jinoyat sodir qilishga undaydi, yo'naltiradi. Masalan, rashk motivi orqali qasddan odam o'ldirish jinoyatida rashk jinoyat sodir etishga yo'naltirgan, undagan hissiyot sifatida e'tirof etiladi. Jinoyat maqsadi esa ijtimoiy xavfli qilmishni bajarishdan ko'zlangan manfaatdir. Masalan, ta'magirlik maqsadida qasddan odam o'ldirish jinoyatida shaxs odam o'ldirish jinoyatidan u yoki bu maqsadni manfaatni ko'zlagan bo'ladi. Ushbu belgilar jinoyat tarkibi subyektiv tomonining fakultativ belgisi sifatida jinoyatni kvalifikatsiya qilishda e'tiborga olinmasa-da, jazo tayinlashda e'tiborga olinadi. Ayrim hollarda ushbu belgilar Jinoyat kodeksi maxsus qism moddalar dispozitsiyasida to'g'ridan-to'g'ri jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida ham nazarda tutilgan bo'lsa, ular jinoyat tarkibining zaruriy belgisi bo'lib keladi. Masalan, Jinoyat kodeksi 124-moddasida bolani almashtirib qo'yish jinoyat dispozitsiyasida jinoyat maqsadi jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida ko'rsatib o'tilgan. Jinoyat subyektiv tomoni xususida so'z yuritganda jinoyat huquqida xato tushunchasini yoritib o'tish muhim. Jinoyat huquqida xato deganda shaxs o'zi sodir qilgan qilmishining yuridik va faktik holatlariga nisbatan adashishi tushuniladi. Adashganlik xususiyatiga ko'ra xato yuridik va faktik xato turlariga bo'linadi. Yuridik xato bu shaxs sodir qilgan qilmishining jinoyat huquqiy motivi haqida noto'g'ri tasavvuri tushunilsa, odatda yuridik xato jinoyat kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydi. Boisi qilmish jinoyat qonunchiligi bo'yicha tavsiflanadi. Ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsning subyektiv fikri bo'yicha emas. Faktik xatoda esa jinoyat tarkibining obyektiv tomon belgisi hisoblanadigan holatlar to'g'risidagi shaxsning noto'g'ri tushunchasidir. Faktik xato jinoyatning kvalifikatsiyasiga ta'sir qiladi. Xato turlari va uning farqlari quyidagicha belgilanadi. Yuridik xatoda shaxs sodir etgan qilmishni jinoyat deb hisoblaydi, lekin sodir qilgan qilmishi amalda jinoyat belgilari bo'lmaydi. Ikkinchidan, shaxs o'z harakatlarini jinoyat deb hisoblamaydi, lekin ushbu harakatda jinoyat belgilari mavjud bo'ladi. Uchinchisi, yuridik xatoning uchinchi bu shaklida shaxs jinoyat sodir etgan qilmishining huquqiy oqibatlarini, jinoyat uchun belgilanadigan jazo turi va miqdori haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'ladi. Faktik xatoda esa obyektga nisbatan, jinoyat predmetiga nisbatan, jabrlanuvchi shaxsiga nisbatan, sodir qilingan qilmish xususiyatiga nisbatan, jinoyat oqibatiga nisbatan, sababiy bog'lanishga nisbatan hamda og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarga nisbatan xato qilgan holatlar e'tirof etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.